Zino haromi? Oyati karima bilan zino harom qilingan. Qat'iy harom. Hech qaysi bir toifa, jamoa yoki ulamolar zinoning harom ekanligi to'g'risida ixtilof qilishmaydi. Chunki oyat bilan qat'iy dalil bilan sabit bo'lgan. Kim inkor etadigan bo'lsa iymondan ayriladi. Shunday ekan zinoga olib boradigan yo'l ham harom. Zinoga olib boradigan yo'l nima? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadislarida aytganlar, har bir a'zoni zinosi bor. Ko'zning zinosi qaramoq, tilning zinosi gapirmoq, quloqning zinosi eshitmoq, qalbning zinosi shu to'g'risida fikr yuritmoq. Endi o'sha narsa miyaga borib taqaladi. Endi o'sha zinoni insonni farji yo amalga oshiradi, ya'ni jinsiy a'zosi amalga oshiradi yoki amalga oshirmaydi. Lekin baribir ko'z zino qildi, quloq zino qildi, burun zino qildi, qo'l zino qildi, ushladi, oyoq zino qildi, bordi. O'sha eng katta zinoni amalga oshirmagan bo'lsa ham a'zolar zino qilib bo'ldi, faqat jinsiy a'zo zino qilmay turibdi hozircha. Ana shu ishlarning hammasi harom. Ko'zning zinosi ham harom, quloqniki ham, burunniki ham, qo'lniki ham, oyoqniki ham hammasi harom.